Toshkentdan atigi 1 soatlik masofada Parkent tog'larining musaffo tabiatida joylashgan 47 gektarlik ulkan loyiha. Bu shunchaki yer maydoni emas, bu O'zbekiston turizm bozoridagi noyob investitsiya imkoniyati. Oltin Bel turist kompleks. Bugungi kunda Toshkent aholisi 3 milliondan oshdi. Shahar shovqinidan qochib, tog' yonbag'irlarida hordiq chiqarishga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Ammo hududda barcha qulayliklarga ega sifatli dam olish maskanlari hamon tanqis. Oltin Bel aynan shu katta ehtiyojni qondirish va bozorning bo'sh qismini egallash uchun barpo etilmoqda. Loyiha 6 ta alohida lot, ya'ni funksional hududdan iborat. Birinchi lotda savdo do'konlari, kafelar va bolalar o'yin maydoni joylashadi. Ikkinchi lot piknik va ochiq havoda dam olish hududi sifatida mo'ljallangan. Uchinchi lot 1000 kishiga mo'ljallangan ko'ngilochar parkni o'z ichiga oladi. To'rtinchi lotda amfiteatr barpo etilishi ko'zda tutilgan. Beshinchi va 6-chi lotlarda esa majmuaning asosiy qismi mehmonxona, restoran va kottej shaharchasi joylashadi. Majmuaning infratuzilmaviy imkoniyatlari keng. Bolalar maydoni 1500 nafargacha tashrif buyuruvchini qamrab olishi mumkin. Avtoturargoh esa 1000 ta avtomobilga mo'ljallangan. Loyiha oilaviy dam olish, korporativ tadbirlar, bayram marosimlari va yirik ko'ngilochar dasturlar uchun qulay formatga ega. Moliyaviy ko'rsatkichlar ham e'tiborga loyiq. Rentabillik darajasi 20,9% ni tashkil etadi. O'zini oqlash muddati esa 5,5 yilga to'g'ri keladi. Loyihaning muhim afzalliklaridan biri uning lotlarga bo'lingan tuzilmasidir. Investor butun majmuaga emas, balki o'z strategiyasi va moliyaviy imkoniyatiga mos alohida lotga ham kirishi mumkin. Shuningdek, bir nechta investor konsorsium shaklida birgalikda ishtirok etishi uchun ham imkoniyat mavjud. Bank tomonidan kredit orqali moliyalashtirish mexanizmi ham ko'zda tutilgan. Oltin Bel bu o'sib borayotgan ichki turizm bozorida aniq konsepsiya, keng infratuzilma va barqaror daromad salohiyatiga ega yirik loyiha. Toshkentga yaqinligi, tabiiy muhit va ko'lami jihatidan u kelgusida tog' turizmi ekotizimining muhim markazlaridan biriga aylanishi mumkin. Bunday imkoniyatni boy bermang. Batafsil ma'lumot olish uchun ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.